Tumanda 2025-yil davomida qishloq xo'jaligi sohalarida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan qisqacha ma'lumot bermoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qishloq xo'jaligini rivojlantirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmlarini oshirish hamda ichki bozorni mahalliy mahsulotlar bilan barqaror ta'minlashga qaratilgan farmon va qarorlari, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida o'tgan 2025-yilda tumanda qishloq xo'jaligi yer maydonlaridan oqilona va samarali foydalanishni ta'minlash, ekinlarni joylashtirishning maqsadli ko'rsatkichlariga amal qilish orqali fermer va dehqon xo'jaliklari tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirildi. Jumladan qishloq xo'jaligi ekin maydonlaridan samarali foydalanish bo'yicha tumanda yer balansi asosan 2025-yil 1-yanvar holatiga qishloq xo'jaligi toifasidagi umumiy ekin maydoni 35.660 gektar bo'lib, shundan 3.820 gektari suvli maydonni tashkil etadi. Bunda 166 ta fermer xo'jaliklari hamda 81 ta qishloq xo'jaligi korxonalari 31.000 gektar yer maydonlaridan ijara asosida foydalanib kelmoqdalar. Bundan tashqari 1215 gektar tomorqa yerlari, 800 gektar yer maydonida ijara asosida dehqon xo'jaliklari faoliyat yuritadi. 2025-yilda fermer xo'jaliklari va boshqa qishloq xo'jaligi yer egalari tomonidan suvli maydonlarda bahor mavsumida 100 gektar boshoqli don, 750 gektarda sabzavot, 160 gektar poliz ekinlari, 73 gektar maydonda kartoshka, 893 gektar maydonda dukkakli ekinlar, 1140 gektar maydonda moyli ekinlar, 871 gektar maydonda oziqabop ekinlar ekildi. Bundan tashqari lalmi maydonlarda 6000 gektar boshoqli don, 7000 gektardan ortiq maydonda dukkakli va moyli ekinlar, 11200 gektar maydonda oziqabop, 831 gektar maydonda dorivor va ziravor ekinlar ekildi. Shuningdek 2025-yilda ertaki ekinlardan va g'alladan bo'shagan maydonlarda takroriy ekin sifatida 390 gektar maydonga sabzavot, poliz, kartoshka va boshqa ekinlar ekildi. Natijada 2025-yilda tumanda 27000 tonna sabzavot, 2500 tonna poliz, 4300 tonna boshoqli don, 3800 tonna meva rezavorlar, 2500 tonna uzum, 3500 tonna kartoshka, 10000 tonnadan ortiq dukkakli, moyli va boshqa oziq-ovqat ekin mahsulotlari yetishtirildi. Yer o'zlashtirish hamda yer maydonlarini qayta foydalanishga kiritish maqsadida 2025-yilda jami 1338 gektar bo'z, yaylov va adir yerlar o'zlashtirilishi hisobiga ekin maydonlari kengaytirildi. Suv resurslaridan samarali foydalanish yo'nalishida tuman suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi tomonidan tumandagi Xo'jamishki suv omboridan Sovot mahallasi aholisi tomorqa yer maydonlariga va ijara asosida dehqon xo'jaliklari yer maydonlariga hamda Xo'jamishkinsoy Siyudagi 14 ta fermer va qishloq xo'jaligi yer egalariga 2025-yil davomida 2 million kub metrdan ortiq suv yetkazib berildi. Shuningdek 2025-yilda suv resurslaridan tejamkorlik bilan oqilona foydalanish maqsadida fermer xo'jaliklar yer maydonlari hamda mahallalarning 14 kilometr ichki ariqlari beton qoplama va yopiq quvurlarga o'tkazildi. 1000 gektardan ortiq ekin maydonlarida suv tejamkor texnologiyalar joriy etilishi hisobiga yiliga qo'shimcha 0.6 million kub suv tejashga erishildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi PF16 farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston 2030 strategiyasini atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirishga oid davlat dasturida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash hamda tumanda 2025-yilda yangi bog' va tokzorlar barpo etish rejasiga muvofiq 2025-yil bahor va kuz mavsumida 225 gektar bog' va tokzorlar barpo etish, 770 gektar maydonda dala chetiga mevali ko'chatlar ekish, 65 gektar yangi tutzor va exotozorlar barpo etish hisobiga Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida belgilangan reja bajarilib, bahor mavsumida 433 ming tub, kuz mavsumida 395 ming tub, jami 828 ming tub mevali va manzarali ko'chatlar ekildi.
Chorvachilik yo'nalishida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 17-iyuldagi Mo'g'ulistonga oliy darajadagi tashrif davomida qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sohalarida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 225-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida chorvachilik sub'ektlari tomonidan tumanga chetdan 1,5 ming bosh bayat zotli nasldor qo'ylar olib kelindi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 31-dekabrdagi PQ 468-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida 2025-yilda aholi xonadonlari va fermer xo'jaliklaridagi 10,6 ming bosh qoramollarni Angus Aberdeen zotli sun'iy urug'lantirish rejalari amalga oshirildi. Yil yakuniga sun'iy urug'lantirish ishlari amalga oshirildi. Shuningdek, qaror ijrosida ko'rsatilgan 8 ta qiymati 3,5 milliardlik chorvachilik loyihalari ishga tushirildi. Buning hisobiga jami 10 ta doimiy, 14 ta mavsumiy ish o'rinlari yaratildi. Tumanda epizodik vaziyatni barqaror etish maqsadida aholi va chorvachilik xo'jaliklarida mavjud 4 turdagi yuqumli kasalliklarga qarshi 100 ming bosh mayda shoxli hamda 40 ming boshdan ortiq yirik shoxli qoramollarni emlash ishlari amalga oshirildi. Tumanda veterinar chorvachilikni rivojlantirish chorvachilikda yillik o'sish sur'atini kamida 3,8% ga yetkazish maqsadida qoramollar bosh sonini 45 ming boshga, echki qo'y echki bosh sonini 105 ming boshga, parrandalar bosh sonini 76 ming boshga, go'sht ishlab chiqarish hajmini 6,2 ming tonnaga, sut ishlab chiqarish hajmini 12,7 ming tonnaga yetkazish, tuxum ishlab chiqarish hajmini 5,9 million donaga yetkazish bo'yicha belgilangan chora-tadbirlar natijasida 2025-yilda jami 6,3 ming tonna tirik vaznda go'sht, 39,3 ming tonna sut, 5,9 million dona tuxum yetishtirildi. Shuningdek, tumanda pillachilik sohasida ishlar amalga oshirildi. 2025-yil bahor mavsumida Zomin asl ipak tolasi MChJ tomonidan 338 quti ipak qurti yetkazib berilib, MChJ qurtxonasi va aholi xonadonlarida kasanachilar va tumandagi fermer xo'jaliklari tomonidan ipak qurti parvarishi yo'lga qo'yilib, 20 tonna pilla xomashyosi yetishtirishga erishildi. Umuman olganda qishloq xo'jaligida yuqorida qaytilgan tadbirlar doirasida hamda yangi loyihalarni ishga tushirish hisobiga 2025-yilda qishloq xo'jaligi sohalarida 2000 dan ortiq doimiy va mavsumiy ish o'rinlari yaratildi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 830 milliardga yetkazilib, 103% ga bajarildi. Yurtimizda qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarni tumanda izchil amalga oshirishni ta'minlash maqsadida 26-yilda bir qator vazifalarni belgilab olganmiz. Ekin maydonlarida hosildorlikni oshirish, qishloq xo'jaligida qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish, intensiv bog' va tokzorlar barpo etish, chetdan chorva mollarini olib kelish kabi 20 ta yangi loyihalar amalga oshirish rejalashtirilgan. Qisqacha axborotim shu. E'tiborlaringiz uchun rahmat.